Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Like'ni bosib, yaxshi kanalga kommentariy yozib turinglar. Bugun mol bahslarni yoritib berib o'tamiz. Shu kanalimizda 10 ming odam bo'lsa, 2 oy davomida yaxshi qo'chqor so'yib ekson qilamiz. Ya'ni bitta kommentariyni chiqarib o'zimiz bitta aniqlaymiz. Bu mol bahslar bo'ladi. Nima ovqat yeyapti, nima ukor qilinyapti, bitiga qarshi hamma yoqda ko'rsatib o'tamiz. Batafsil ma'lumot noldan beramiz akalar. Hammaga assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilari. Bizni ham kuzatib boruvchi aka-ukalar. Bugun o'sha mol baqsirini boshidan yoritib berishga kelganmiz. Xunajin novoslar baqilayotgan ekan, shaydan Maribjon akamizdan obzorni olgan kelganmiz aka. Keldik aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sariq bolani ashaddiy obunachilar akalar. Hop, ancha-muncha YouTube'da chiqib turaman aka, o'zimga ham Ag'dan-Bag'dan, Qirg'izistondan, Tojikistondan o'zimiz ham kanal oching degan sabablarga ko'ra. Bu o'zingizning rasmiy kanalingiz-a? Shaxsiy o'zimizning kanalimiz. Ha, bo'ldi. Yo'qsa mol bahslarni noldan yoritib beramiz aka. Like bosib, yaxshi kommentariyaga fikr yozib turasizlar. Arzon mol bahslarni yoritib beramiz. Mollarni ko'rib turibdi mana, yebishlarni. Bu yerda nechta molingiz bor hozir aka? 7 dona aka. 7 dona. Hozir bular ovqatini beribsiz-a bularni? Kunjara bilan slosiydi aka. Slos bilan kunjaraydi. Ha. Unomiydi, kepak aralashmasidan bor. Aralashmalar deydi. Aralashmalardan bor. Mana ko'rsatib qo'yman, kepaklarimiz bor turibdi. Mashina aralashmasi. Aralashmasi bunda har o'zining vitaminlari bor. Nimalar bor bunga? Nimalar qo'shilgan? Un bor, kepak bor, qazaq kepak bor. Keyin hop makkani aralashmasi bor aka. Bu kunjarani nimaga qo'shmagansiz ularga? Yo'q, alohida deydi aka buni. Alohida, ha. Alohida deydi. Ha. Bu yerda 7 dona, 5 dona xunajin ekan-a? 2 dona. 2 dona novos aka. Bularni endi olgan narxingizni aytib ketsangiz. Endi necha oy oldin olgansiz, qanchaga olgansiz? Hop, bu o'zimda opatamdan qolgan molim aka. Men o'zimga bergan lopatam Sigiringiz. Sigiri o'zimda aka. Ha. Bu xunajinchalar 4 dona. Qaysidir bitta bolasi mana, monosi ekan bolasi aka. Buni bolasi aka buni. Yana bo'g'os eqqat nargilardi 5 million 500 ming so'mdan 3 oy oldin olganman. 3 oy oldin 5 million 500 dan. O'zimiz bozorda olganman. Hozir bularni ham shu 10 millionga yaqin oladi. Yo, 10 millionga olmasa ham aka 8 million 8,5 millionga oladi aka. Bu qo'y baqsilarni 100% odamni qiziqtirish aka. Chorvaga hammani qiziqtirish aka. Har xil o'yinlar chiqib ketdi, qimor o'yinlar. O'shanga o'ylanma yosh bolalarga ham tavsiya qilib yotibmiz aka. Ha, hozir bular shu 3tasi 3 oyda 1 milliondan tashlayapti ekan-da. Ha, aka 1 milliondan oshirdan so'ray, mana shu bolalar 7 million 8 million xotirjam oladi. Ha, 8 milliondan hisoblaganda ham 5,5 million olgan bo'lsangiz, hozir bular 2,5 milliondan pashti foyda qilyapti ekan-da. Ha, aka, chorvada baraka katta aka. Hamma obunachilar 100% ya'ni qilaveram aka. Tavsiya qilaveram aka. Bular necha mahal silosiydi, necha mahal hashagiydi aka? Hop, novoschalar 3 mahal yeyapti, bular 2 mahal yeyapti. Endi bular yem yeyap turadi aka. Chicha 5 kilo yem yeyapti aka. Ha, rejim asad. Bu uy sharoitida arzon. Uy sharoiti o'zimiz yag'ashdan qandaydir bu shipir yamamagan depasi aka. Ha, arzon qulay. Uy sharoitida arzon qo'ra. Shunda baraka katta bo'ladi. Baraka katta aka. Bez rasxodda aka. Bez rasxod, to'g'ri. Bez rasxod. Molxona ham bez rasxod yaxshi issiq haligi. Issiq aka. Mol Ancha qo'radan issiq tavsiya qilaman aka. Ha. Siz marbaga baqishda bir boshdan ayting-da, odamlarga ma'noli bo'lsin. 2 mahal ertalab 2 soatning slosiydi. Slos beryapsiz? Abitlarda somon soqqan. Saliblik mana shu yerda turgan aka. Somon. Ha, sert ichini o'tkazolmaslik uchun ichini qatiradi aka. Ha. Hammaga ma'lum bo'ladi. Slos ichini o'tkazib yuboradi-da. O'tkazadi, qatiradi aka. Bu yangi kanalda marbaga obunachilar like bosib, otanga rahmat deb yaxshi yozib turishadi aka. Qo'limdan noldan obzor qilib beraveramiz aka. Obuna bo'lsin, yana qo'y boqish, mol baqishlar ko'p bo'ladi aka. Mana shu kanalimizda 5 ming odam ko'radigan bo'lsa, qo'y baqishlarni ham qo'yamiz aka. Ha, bo'ldi. Yo'qsa videoni oxirigacha ko'rgan odamni barcha hammaga rahmat. Ming rahmat obunachilar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, like bosib tursalaring. Bu modaganda 5 ta mollaring bo'lsa, qo'ylaring bo'lsa,
chorvaga hammaga tavsiya qilaman. Chorvada baraka katta akalar. Baraka katta, to'g'ri. Obuna bo'lish esdan chiqmasin obunachilar.